Diqqat, tezkor xabar. Prezident oila a'zolarini davlat boshqaruviga kirib kelayotgani haqidagi mishmishlarni rad etdi. Qirg'iziston prezidenti Japarovni oila a'zolarining davlat tizimidan joy qidirayotgani haqidagi gap-so'zlar esankiratib qo'ydi va darhol bayonot berishga undadi. Yaqinda prezidentning erkatoy o'g'li Nurdo'la Japarov kriptomillioner Jastin Sunga Ala-Archa milliy bog'ida hamrohlik qilgani xalqda bir qancha savollarni uyg'otdi. Bu haqda Sadir Japarov bayonot berishga majbur bo'ldi. O'g'lim Sunga tarjimon sifatida yordam beradi. Mening nafaqat farzandlarim, balki oila a'zolarining hech biri davlat ishlarida qatnashmaydi. Buni ta'minlash uchun ta'sirim yetarli darajada. Va yana davlat hokimiyatidan shaxsiy manfaat uchun foydalanmasligini ta'kidladi. Vaholanki prezident boshidanoq biz avvalgi prezidentlarning xatolarini takrorlamaymiz deb qat'iy ta'kidlagan edi. Bundan tashqari prezident hozirda jiddiy ayblovda bo'lgan Qumtor koni faoliyatiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan ukasi Sabr bilan yuz bergan mojaroga ham izoh berib o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Sabr oltin quyma bilan suratga tushgan rasmlar ommaning salbiy izohlariga sabab bo'lgandi. Sadir Japarov bu ayblovlarni rad etib, bu 100% yolg'on emas, 1000% yolg'on dedi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, ukasi rasmga Turkiyadagi zavodda tushgan. Shuningdek, suratlar uning atrofidagilar tomonidan olingani va sotilganini ta'kidladi. Shubhalar avj olgani bejiz emas. Yaqin oylarda Qirg'iziston elitasi ichida Japarov tomonidan katta tozalash boshlangan va hatto o'z yaqin do'sti Tashiyevni ham ayamadi. Xo'sh, Japarov bu bilan hukumatdan bo'shagan lavozimlarga o'z yaqinlari uchun joy hozirlayaptimikan? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.